Hormanglar, hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz va parranda ishqibozlari. Mana bay. Bularning ovqatlari, suvlari tayyor, suvlari kuz kelyapti. Xudo xohlasa kalsiyni ko'paytiraverasizlar bu yog'iga. Oyog'iga o'tirishlar bo'lmasin deb. Suvni ko'proq qilib, yozi bilan ko'proq tochkalarga qo'yib tashlasanglar. Mana hozir bizani uzun dum jozibador Feniks jo'jalarimiz mana bularning ko'rinishi. Ko'ryapsizlarmi? Katta bo'lib qolishibdimi? Hozir bularni idishlarini olib chiqib, donini sepib qo'yamiz. Mana bular ovqat yeyishga tayyor. Xudo xolasa bularni hovliga olib chiqib, ular ovqatlantiringlar. Bular mana shu holga yetguncha shu qafasida katta bo'lishdi. Bularni ehtiyot qilib, Xudo xolasa chanqashibdi naryoqda mana kattalarni suvdan ichishyapti. Suvi bir xil bularni hammasini. Suviga biz kalsiy D3 qo'shyapmiz. Bitta Feniksimiz tepaga uchib ketdi. Bu yaxshi emas. Formasini qaranglar, mana chiroyli turishini. Mana toza Feniks. Xudo xolasa bunimiz makiyon. Patlarini, orqa patlarini, dumlarini mana shunaqa tutadi. Tozasi. Endi buni pastga tushirishimiz kerak. Amallar. Tushib qochmasa bo'ldi. Pastga tushib oldi. Xudo xolasa videoga olishga ulgurmadim. Bizning Fenikslarimiz doni bilan tushirib oldim pastga. Mana bizning ajoyib jozibador Fenikslarimiz. Olinglar, quvonchilar. İkinci dona. Hemen ikinci dona idişiyle. İyiyle. Hoş musun bana? Oralarda qop-qoralar ham bor. Xudo xolasa ularni ajratib o'zimizga olib qolamiz. Qoralarni ko'paytirish niyatidamiz. Tim qoralarni. Endi o'zi legornlarimizni ko'ramiz. Bularni yopamiz, bezovta qilmaymiz. Yaxshi biqin qilib olsin. Bizani legornlarimiz. Chiqinglar. Qora nemetskiy xo'roz. Oq standart bitta makiyon, 3 ta amerikanskiy legorn. Shu faqat menda hozir. Mashinalarni o'zidan ko'paytiramiz, xudo xolasa. Kuzatib borsanglar, ko'rasizlar, bulardan jo'jalar chiqarishimni, xudo xolasa. Qishlarga jo'jalar chiqaramiz, xudo xolasa. O'zi tuxumga kirdi bittasini, ikkitasini mana shu ikkita suv ichayotgan ikkita makiyon mana bittasi standart deyiladi. Silver legorn. Shu ikkita makiyon tuxumga kirgan. Bularni iniga kirib chiqinglar, tuxum bormi olib chiqamiz. Mana bularni alohida qapasi. Bardakka ahamiyat bermaysizlar. Men tozalab turaman. Bular tulluvdan chiqdi. Tozalashimdan tashqari bu menga ko'pchilik aytganman. Yog' surkaganman deb qo'noqlarga, yog'ochli joylarga. Mana shuning ichida tuxum bo'lishi kerak. Bor ekan. Mana. Oppoq emas, chunki bu ana kulrang legornning tuxumi.
tuxum. Yo'q bo'sh. Ana oqi legornimiz, oq legornimiz kulrangdan kattaroq. Qashti 24 kunga. Ko'klikni bekitib tuxum qo'ymayaptimi deb qaravomman. Bekinib ham tuxum qo'yadi-da. Bizlarga qarab chiqaylikchi. O'tlarda ko'rinmaydi, mana tilloni ahvoli hamma pat bosyapti. Lekin ko'rinmaydi. O'tda tuxum qo'ygani. Bunaqa joy ham yo'q bekitadigan, bekinadigan. Bular Phoenix emas, Phoenixlar bekinib tuxum qo'yadi. Inson ko'zidan, insondan bekitadi, odam zotidan bekitib tuxum qo'yishadi. Qapasda bo'lsa noilojlikdan bitta joyda tuxum qilishadi. Mana bizani legorlarimiz. Qora. Buni men chatishtiryapman. Yuribdi bilan orasida. Xudo xolasa jo'jalarimiz har xil bo'ladi. Eng asosiysi bular legor. Men uchun işte amerikanskiy oq bo'lsa mana bitta standarti bor. Legorni g'udasi kichkinaroq bo'ladi. Men bular kattaroq bo'ladi. Ancha farq qiladi. Shuning uchun bulardan xudo xolasa mana tuxumini hali yig'mayapman. Yig'ishni boshlasam, kuniga 2-3 ta qo'yishni boshlasam, keyin yig'aman. Vaqtini o'tkazib, hali xo'rozlarimiz dumbuldi. Ishlayapti. Bu chala. Shuning uchun bu tuxumlarning urug'lanishiga men hech qancha foiz ham bermayman. Faqat iste'molga kichkina hal ko'rasizlar. Yangi tuxumlardan qo'ygan bo'lsa, bir haftadan oshdi, 1,5 hafta, 2 haftaga yaqinlashdi tuxum qo'yishni boshlashganiga. 1 oy o'tkazgan ma'quldi. Tuxum qo'ydimi? 1 oy tuxum qo'ysa, o'sha 1 oy davomida iste'mol qilinsa, 1 oydan keyingisi xudo xolisa urug'langan tuxumlar bo'ladi. Men unaqa sirazi qo'yib yubormayman. Oldinlari shunaqa qo'yib yurardim. Tuxumlar ko'plar shu inkubatorga tahlaganimda ko'pida xabarlar bor, videolarda ham ko'rgansizlar. Naqd yarmi urug'lanmagan chiqardi. O'sha joyiga ahamiyat beringlar. Yosh tovuq tuxumga kirdimi, iloji boricha 1 oy qo'yib bering. 1 oy bemalol tuxum qo'ysin. Xo'rozlar ham ulg'aysin. Mana shunaqa kuchga to'lsa, mana shunaqa harakatlar bilan urug'lanishlar ham 99%, 100% ga chiqadi. Bizda bu yerda shu xo'rozimiz va u naryodan yuribdi. Amerikanskiy oq legorni jo'ja xo'rozi mana. Qoramiz bilan bir xil yoshda. 21-martda mana bu oq standart oshib chiqqan bo'lsa, bular orasida bir 24 kunlik farq bor-da. Mana shu yaqin kunda mana shular, mana shu amerikanskiy mana shu tuxumga kirish kerak bu va mana sherigi mana yuzlari qizaryapti. Xohlasa mana hali oqroq. Rivojlanish sal pastmi deyman. Xudo xolasa bular ham keyingi haftalargami xudo xolasa tuxumga kirib qoladi. Hamma parranda boqayotganlarga baraka bersin. Tovuq xo'roz boqinglar. Barakasi bor. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishinglar.